Avtomobil yo'llarida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalariga qo'pol turdagi qoidabuzarlik sodir etayotgan haydovchilar sabab bo'lmoqda. Ularga keskin choralar ko'rish maqsadida muntazam profilaktik ishlar olib borilmoqda. Bunda ijtimoiy tarmoqlarda joylanayotgan video tasvirlar tahlil qilinib, o'z qoidabuzarligini ko'z-ko'z qilayotgan haydovchilarga tegishli choralar ko'rilmoqda. Navbatdagi ijtimoiy tarmoqqa joylangan video tasvirlar o'rganilganda, tasvirdagi ko'rib turgan huquqbuzarliklar Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanida sodir etilganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holatda guruh-guruh bo'lib harakatlangan, avtomobil yo'lini qarama-qarshi bo'lagiga chiqqan, avtomobiliga taqiqlangan vositalar o'rnatib olgan barcha ishtirokchilar aniqlanib, tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi va jarima qarorlari belgilandi. Og'aynimizni to'yida kortejda harakatlandik. Sirena qurilmasidan foydalandim. Boshqa ikkinchi ish qaytarilmaydi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Kelgusi tomonidan holat qaytariladimi? Yo'q, qaytarilmaydi. To'yda ozgina yoshlik qilib qo'ydik. Holat hech qachon endi qaytarilmaydi. Narsa oqibatini bildik. Xudo xohlasa bu ish endi qaytarilmaydi. Kechirishlarini so'rayman. Bu ishimdan pushaymonman. O'rtog'imiz to'yida migalka yoqib yurdim. Qilgan ishimdan aybdorman, uzr so'rayman xalqimizdan. Boshqa qaytarilmaydi. Quyichirchiq tumani Chaqmoq mahalla fuqarolar yig'inida guruh bo'lib harakatlanib kelayotgan ushbu transport vositasini jarima maydonchasiga qo'yildi. Elektron tarzda ma'muriy bayonnoma tuzildi. Nima sabab bo'ldi bunday guruh bo'lib harakatlanib yurishga? Yoshlik qilib qo'ydi. Bir kez kelyapti. Kelgusida ikkinchi qaytarilmaydi. Qaytarilmaydimi bu holat? Ular qaytarilmaydi. Haydovchiga elektron tarzda ma'muriy bayonnoma tuzildi. Bundan tashqari video tasvirda ko'rib turgan Nexia 3 rusumli avtolov haydovchisi avtolovni teskari ilon izi shaklida harakatlanib, boshqa harakat ishtirokchilariga xalaqit berib, hurmatsizlik ko'rsatganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128 prim 10 moddasiga binoan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, jazo choralarini ko'rish maqsadida jinoyat ishlari bo'yicha Quyichirchiq tuman sudiga jo'natildi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, yuqorida ko'rib turganingizdek, barcha holatlar bo'yicha haydovchilar tegishli tartibda jazolandi. Ammo bu kabi holatlarni yana sodir etish achinarli holatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababdan ham avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalariga amal qilaylik.